Tez bu da Halit. Namazga kechikib qolmayli yana. Assalomu alaykum Ali. Texib oldurg'u. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Namozni bugun boshqa masjidga berib o'qiymiz. Burunroq maqmusoq kechikib qolamiz. Choqqon bo'l. Nemishqa mahalladagi masjidda o'qimaymiz. Bugun men Qur'on yodlayotgan masjidga birga elib bormoqchi. Undaqda bek yaxshi. Alloh senga rahmat qilsin. Tüpre. Mana yetib keldik. Ali, biz kechikib qolmagandimiz, ha? Voy xudoyim do'stim, Mavla azon ovozini anglamaganmidi? Azon ovozi yangratqudan tarqitiladi, hamma yerdan anglanadi. Bular masjidning oldida turib, anglamay qolarmisanchi? Muazzin har qitim azon o'qiganda hayyalal sola, namozga kelinglar, hayyalal fola, nijotliqqa kelinglar deb chaqirdi. Nijotliqqa boshlaydigan namozga chaqirilsimi yana top o'ynagan bormi? Shuni degina do'stim, yana texi muazzin Allohu akbar, Alloh hammadan buyukdir deb chaqirganda qo'limizdagi hamma ishni tashlab namozga mengishimiz kerakdi-ku. Amisa biz ularni namozga chaqirayli, topni namozdan keyin o'ynasin. Shunda qilsak bo'larmi? Bizning ular bilan nima chotiqimiz deyman. Biz namozni qazo qilmagandikin bo'lmadimi? Ular namozni qazo qilsa gunohi o'ziga. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Ey mo'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazmaydi" degan. Yura amisa, biz kirib namozimizni o'qiyveraylik. Sen bugün namazga kechikib kelding-ku Ali. Kechirsizlar ustoz. Masjidga kelib-vassaq, bolalarning azon o'qilib bo'lgandan keyinmi ko'chada top o'ynayotganligini ko'rib qoldik. Shuning bilan azon o'qilsimi namoz o'qish uchun masjidga kirmasa qandoq bo'ladi deb ularga qarab shu yerda birdam hayol bo'lib qoldik, ustoz. Ularga o'yinni to'xtatib namoz o'qishni aytmadinglarmi? Unda qilmadik. Asli men shundoq qilay degan edim, ammo do'stim Ali meni to'sib qo'ydi. Xolidqa biz namoz o'qisoqli bo'ldi. Ular namoz o'qimasa bizga gunohi bo'lmaydi. Alloh taolo bu haqda Qur'on Karimda: "Ey mo'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar" degan dedim. Alloh seni afv qilsin Ali. Sen oyatni xato tushunyapsan emasmi? Qandoq deylar ustoz? Abu Bakr raziyallohu anhu bir kuni munbarga chiqib mundaq debdi: "Ey kishilar, haqiqatan sizlar Alloh taolaning, ey mo'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazmaydi" degan bu oyatni o'qiysizlar. Men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini anglagan. Agar kishilar zulm qilguvchini ko'rib zulmni to'smasa, pat arda Alloh taolo ularning hammasining beshiga o'rtaq keladigan azobni tushirib, ularni halok qiladi. Oyatni rostila xato tushunyaptiman. Ilohim, gunohimni kechirgaysan. Alloh taolaning sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazmaydi degan oyatidagi to'g'ri yo'lda bo'lishning sharti yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sishdir. Agar mu'min kishi yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'ssa, mana bu vaqtda boshqalarning adashqini uning ziyon yetkazmaydi. Shunga deyman do'stim Ali, biz Qur'on oyatlarini ahli ilmlarning so'zini anglamay turib tafsir qilsak bo'lmaydi. To'g'ri deding bolam. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Bilmasanglar, ilm ahlilaridan so'ranglar" degan.